Assalomu alaykum aziz faoliylar. Tadbirkor akalar uchun joy so'raganda, sentrdan joy so'ragan akalarimiz uchun Quva tumani markazida, ya'ni madaniyat uyini orqa tomonida, yon tomonidagi ushbu uyimiz. Mana madaniyat chorrahasi bu tomoni Zarchas bozoriga kirib ketadigan bu 2 etажkalik do'konlarda yonidagi ushbu joyimiz 300 kvadrat, 3 sotiklik to'rxona uy bor, podvali ham to'rxona bor. Ushbu uyimiz sotiladi. Bu yerda buzib tashlab turib, chiroyli qilib do'kon, magazin qilsalar ham bo'ladi. Bu yon tomoni ham, mana yon tomoniga 3 ta do'kon tushadi. Va bu tomonni oldi tomonda normalniy do'konlar tushadi. Ichkarilarini ko'ramiz, holatini yuringlar. Bu yerda tadbirkor akalarimiz buzib tashlab turib, o'zlariga moslab turib, chiroyli qilib do'kon qilishsa bo'ladigan holatda. Pataloylar ham yaxshi holatda ko'rib turibsizlar. Endi bu tomonda buzib olib turib, endi do'kon qilsalar ham remontlari eski. Ushbu holatdagi uyimiz xullas. Bu holatda uyimiz sotiladi. Kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Egalarning nomerini qo'yib qo'yamiz. Buni narxini $150 ming dan o'tib beramiz deyishyapti. Sog' bo'linglar, telefon qilaverasizlar.